Real Madrid Barselonani butunlay yo'q bo'lib ketishdan qanday saqlab qolgan? 1930-yillar oxirida Ispaniyada qonli fuqarolar urushi avjiga chiqqandi. Barselona klubi ham juda og'ir ahvolda. Prezident Josef Sunyol haydalgan, stadion vayrona bo'lgan. Moliyalashtirish nolga teng. Klub hatto Ispaniya chempionatida qatnashish imkoniyatidan mahrum bo'ladi va yopilish arafasida edi. Shunda kutilmagan ish yuz beradi. Real Madridning Santiago Bernabeu boshchiligidagi rahbariyati o'zlarining eng ashaddiy raqibiga yordam qo'lini uzatadi. Madridliklar Barselonaga nafaqat moliyaviy yordam taklif qilishadi, balki ularni Ispaniyaning boshqa xavfsizroq hududlarida o'yinlarni tashkillashtirishda yordam beradi. Taktikaga obuna bo'ling va birinchi 100 mingta followerlarimiz qatoriga qo'shiling. Madrid klubi vakillari: bizga kuchli va raqobatbardosh Barselona kerak. Ularsiz bizning g'alabalarimizning qadri yo'q deganlar. Urushdan so'ng Real Madridning o'sha paytdagi rahbariyati Barselonaga ligada qolishi va oyoqqa turib olishi uchun yordam ham ko'rsatishadi. O'shanda Real Barsadek raqobatchini yo'qotganda hozirgi darajasiga chiqarmadi.